Biz hozir Antaliyadamiz. Alanya shahrida. Bu yerda shunaqa alay bor ekan. Hozir biz juma namoziga ketyapmiz. Vomdelikda joylashganmiz. Bu yerda Vomdelikdan bu yoqqacha plus minus yo'l yoqasidan kelganda yo yurishda 10-15 minutlik yo'l ekan. Yo hamma ikkita cheti do'konlar, har xil shu turistik do'konlar, kiyim-kechaklar, suvenirlar, har xil zargarlik buyumlari shunaqa kelib razmesheniya qilsa bo'ladigan joylar. Bu yerda to'g'risida mana bu Granada otel bo'lishi kerak, mana Shkok Granada otel bo'lishi kerak. Birinchi liniya hammasi bu taraf yo'l yuzida joylashgan. Shu narx-navolar bu yerda nima deydi? Turistlarga mo'ljallangan narxlar, arzon narxli bo'lmaydi, menimcha. Bu yo'ldan ko'ra bor shunaqa joylar. Alayasi ortidan yurib kelish mumkin bo'lgan joy. Yaxshi приятный qilib qo'yilgan. Restoranchalar bor ekan. Raznoobrazие xohlaganlar uchun change punktlari, har xil ekskursiyalar. Nima bo'lsa, turistlar uchun kerak bo'lgan narsani shu yerdan turklarni shu striklari desak, shular topib berishadi. Hammasi shu.